Agarda siz har kuni tuxum iste'mol qilsangiz, organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'lishini hozir ko'rib chiqamiz. Aka, tuxum kimniki? Birinchi navbatda miya ish faoliyati juda ham yaxshilanadi. Ikkinchisi, hozirgi paytda eng dolzarb muammolardan biri semizlikdan xalos bo'lishingiz mumkin. Uchinchi narsa bu ko'rish faoliyatini juda ham yaxshilab beradi. Bunga asosiy sabab tuxum tarkibidagi lutein va izoxantin aminokislotalari ko'rish faoliyati uchun juda katta foyda keltiradi. Keyingisi, yurak qon tomir ish faoliyati a'lo darajada o'zgaradi. Va eng oxirgisi va eng muhimi, ko'pchiligimiz sport zalga borib, muskul massasini yig'ish uchun harakat qilamiz. Tuxumni har kuni iste'mol qilish esa mana shu narsani ro'yobga chiqishiga yordam beradi. Bunga sabab esa bitta tuxum tarkibida 6-7 grammgacha oqsil saqlaydi va bu aminokislotalarga eng boy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Salomat bo'linglar. Bu videodan keyin tuxumda narxi oshib ketmasa bo'ldi.